Boladan xavotir olma. Ishonchli joyda. O'zing bilasan. Ismi nima edi uni? G'iyos. Sen ko'rdingmi? Ko'rgan ishni. Yosh bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur. Otasi pul bergandan keyin qo'yib yuboramiz. O'zing bilasan uni. Men aralashtirma. Men Jeki Changa nima deysan? Chakki emas. Tekkiz oldi. Shuni yoningga olib bermoqchi edim-da. O'zimiz olamiz. Manga qara. Senga necha pul kerak? Tushunmadim. Bundan keyin pul kerak bo'lsa, o'zimdan so'ra. Nima deyapsan? Farangizdan so'rab olasan. Nimani? Короче, sportda yutqazding. Assalomu alaykum. Ne kech qolding? Uzr ustoz, topolman. Kel o'tir. Yo'q, kel. Kecha sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qilma? Mana ukalarim yonida parod qilib ketding. Do'stiga ham shunaqa bo'ladimi? Вот именно, do'stiga ham shunaqa bo'ladimi? Mana shunaqa ishlarga aralashtirmoqchimiding? O'sha debil akalaringami? O'zingga qarab gapir. Bor o'sha akalaring oldiga. Yaxshimisiz? Nima qolsam? Yordam beryapman sizga. Nimaga? Sinfdoshimsiz. Nima har doim urishaverasiz? Endi o'g'ilbochilikda o'tiradi. Kuchi shunchalik ko'p bo'lsa zalga boring. Turing. Sindosh, qaraysan? Nima qilasan bu yerda? Trenirovkaga yana zal qidirayotgandim. Men shu yerda trenirovka qilaman. Kelsang birga trenirovka qilamiz. Trening ham zo'r. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Sheror aka, tanishing Rahmatjon, sinfdoshim. Bizni zalda trenirovka qilmoqchi ekan. Biza trenirovka qilishga do'qi yetmaydi. Ko'ramiz. Da, mana. Samira yoqimsiz. To'xta, Do'dir. Tushunmadim. Kimda o'dir? Bo'pti. O'zingdan boshqa Do'dir ko'rsan? O'zingdan ketma, ha? Rahmatjonga. Bo'lgan gaplarni sen aytdingmi? Qanaqa gap? O'zingni ahmoq yo'qlamagan. Sendan boshqa hech kim eshitgani yo'q. Ko'rdim o'sha kuni. Sendan o'zingni bosib olgin. Nima? O'tgan safar yegan tepkin yetmaydimi senga? Yediraman. Bo'ldi. Nima qolsa-le? Senga nima? Yig'ishtir. Qizlarning ishiga vobshe aralashma. Alo. Hamma. Hozir boraman. Mumkinmi? Keling, Rahmatjon. Bilishim bo'yicha oizni sizdan boshqa hech kimi yo'q, to'g'rimi? Shuning uchun sizga hammasini ochiq-oydin aytaman. Qarang uka, oiz birinchidan juda kech olib kelingan. Ikkinchidan, zudlik bilan operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiya tekinga bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz. Mana bu yerda operatsiya xarajatlarini yozib qo'yganman. Xatga qochib ketding.
Karomatda qochganimni ko'rganmisan? Aqli yetsa ko'rishib olamiz. Hozir vaqt emas. Problema bor. Ha nima? Duxingga o'tirdingmi? Tushunmadim, qayerdasan hozir? Nima problema degding?